Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan HSK 2 darajani 7 darsini boshlaymiz bugun. Bugungi mavzuyimiz bu 你家离公司远吗? 你家离公司远吗? Ma'nosi sana uying kompaniyadan uzoqmi? degan mavzu bo'ladi. Bugungi yangi so'zimiz 教室. 教室 sinfxona degani. Misollarimiz 他们在哪儿? Ular qayerda? 他们在教室. Ular sinfxonada. 他们在教室做什么? Ular sinfxonada nima qilyapti yoki nima qiladi? 他们在教室学习. Ular sinfxonada o'qiyapti. 教室 sinfxona degani. Bugungi grammatika bu hay bo'ladi. Hayda biz HSK 1da ham o'tganmiz, boshqa ma'noda, ya'ni sifatdan oldin kelib o'sha darajani qoniqarli darajadaligini o'sha qabul qilsa bo'ladigan qoniqish ma'nosida, misol uchun 还可以 还不错 degan ma'nolarda o'tganmiz. Buni HSK 1da o'tdik adashmasam. O'shanda ya'ni vaziyatdan qoniqish bildirganingizni ko'rsatish uchun ishlatasiz. Bugungi mavzuda, bugungi grammatikada indicating the continuation of an action or state, ya'ni o'sha vaziyatda holati hali davom etayotganligini bildiradi. Fe'ldan oldin keladi yoki mana zaydan oldin kelib vaziyatda hali davom etayotganligini, haliyam bo'layotganligini bildirib keladi. O'z-o'zidan bu ko'p present continuous bilan keladi. Mana bu yerda zay va n hozirgi davomiy zamon ko'proq shu bilan keladi. Misol uchun 你怎么还在睡觉呢? Sen nega haliyam uxlayapsan? 你怎么还在睡觉呢? Sen nega haliyam uxlayapsan? Keyingi misolimiz 他还在上课呢. U haliyam darsda. 他还在上课呢. U haliyam darsda. 我还没吃饭呢. Men haliyam ovqatlanmadim. 我还没吃饭呢. Men haliyam ovqatlanmadim. Keyingi misolimiz 下星期我还想去打篮球. 下星期我还想去打篮球. Keyingi hafta men haliyam basketbolga borishni xohlayapman. Yana haliyam bormoqchiman basketbol o'ynashga. Keyingi oxirgi misol 你怎么还没起床? Sen nega haliyam turmading? 你怎么还没起床? Sen haliyam nega turmading? 起床degani turish, ya'ni uyg'onish. Uyg'onib o'rnidan turish degan ma'noni beradi. 你怎么还没起床? Qaytaraman. Bugungi grammatikadagi ma'nosi o'sha holatni, vaziyatni haliyam davom etayotganligini, haliyam tugallanmaganligini bildirganda ishlatiladi. Ko'pincha zaydan oldin va fe'ldan oldin keladi. Biz o'sha paytgacha sizlar bilan o'tganmiz, sifatdan oldin kelib o'sha biron bir narsani darajasi, o'sha holati qoniqarliligini qabul qilsa bo'ladi, qoniqsa bo'ladi degan ma'noda. Ya'ni 还不错, 还可以, 还好, 还漂亮mana shunaqa sifatlar bilan kelib, yaxshi, yomon emas, bo'ladi degan ma'nolarda kelgan. Bugungi grammatikada endi o'sha vaziyatni, holatni hali davom etayotganligini bildirib keladi. O'sha zaydan oldin yoki fe'ldan oldin kelib. Hozir bu yoqda rasmni tasvirlab berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana 2 dan 10 minut o'tdi. O'sha obitdagi 2 bo'lgan PM, lekin hali ham uxlab yotibdi. Hayda ishlatib mana shu vaziyatni tasvirlab berishingiz kerak. U hali ham uxlayapti. Shunaqa gaplar tuzish kerak bo'ladi. Men videoni pauza qilaman hozir. O'zingiz harakat qiling, o'zingizdan tuzishga. Videoni pauza qilib, o'zingiz harakat qiling, men hozir to'g'ri javoblarni beraman. Hop, birinchisi 2点多了. 2点多了. 2dan oshdi. 2点多了 soat 2dan oshdi. 他还在睡觉. U haliyam uxlayapti. 2点多了, 他还在睡觉. Soat 2dan oshdi, lekin u haliyam uxlayapti degan ma'noda. Ikkinchi misol 2点多了, soat 2dan oshdi. 他还没起床. U haliyam turmadi. 他还没起床. U haliyam turmadi, o'rnidan turmadi. Keyingisi 下课了. Mana bu yerda turibdi. 下课了. Demak, bu yoqda dars tugagan, lekin talabalar haliyam darsdan sinfxonani tark etgani yo'q yoki haliyam
Darsni tugatgani yo'q. O'zingiz javobingizni berishga harakat qilasiz. Videoni pauza qilib, men hozir to'g'ri javoblarni beraman. Birinchi misol. 下课了，同学们还在教室学习. Dars tugadi, talabalar haliyam sinfxonada o'qiyapti. Ikkinchisi. 下课了，同学们还没回家. Dars tugadi, talabalar haliyam uyiga qaytmadi. Keyingi misolimiz bu yoqdagi rasmda 10 dan 15 minut o'tgan, ya'ni kechqurungi 10 bo'ldi, lekin haliyam ofisda ishlab o'tiribdi. Shu narsani yetishingiz kerak bo'ladi. Men hozir to'g'ri javob beraman. 10点多了，10点多了，他还在工作. Soat 10 dan oshdi, lekin u haliyam ishlayapti. Ikkinchisi. 10点多了，他还没下班. Soat 10 dan oshdi, lekin haliyam ishdan ketgani yo'q. Ishni tugatgani yo'q degan ma'noda. Siyaban u ishni tugatish, ishdan qaytish degan ma'noda. Hozir audio eshitamizda ikkita savolga javob berishingiz kerak bo'ladi. Birinchi savolimiz. Davey qo'yilayaptimi? David qaytib keldimi? Davey 怎么还在学习? David nega haliyam o'qiyapti? Shu ikkita savolga javob berishingiz kerak bo'ladi. 在家里 Text 1 At home 大卫回来了吗？没有，他还在教室学习呢。已经9点多了，他怎么还在学习？明天有考试，他说今天要好好准备。Audioni eshitdingiz. Tushunmagan bo'lsangiz ham yana qaytadan eshiting. Iloji boricha o'zingiz harakat qiling mana shu savollarga javob berishga. Men hozir to'g'ri javoblarni beraman. Birinchi savolimiz. Davey qo'yilayaptimi? David qaytib keldimi? 没有，他还在教室学习呢. Yo'q, u haliyam sinfxonada o'qiyapti. 大卫怎么还在学习? David nega haliyam o'qiyapti? 明天有考试，他说今天要好好准备. Ertaga imtihoni bor, u aytdiki, bugun yaxshilab tayyorlanmoqchi. Yaxshilab tayyorlanishi kerak. Hozirgi audioni teksti. 大卫回来了吗？没有，他还在教室学习呢。已经9点多了，他怎么还在学习？明天有考试，他说今天要好好准备. Shuni pinginsiz ko'rib chiqamiz endi hierogliflarning o'zida. 大卫回来了吗？没有，他还在教室学习呢。已经9点多了，他怎么还在学习？明天有考试，他说今天要好好准备. David qaytib keldimi? Yo'q, u haliyam sinfxonada o'qiyapti. Allaqachon 9 dan oshdi. U nega haliyam o'qiyapti? Ertaga imtihoni bor, ertaga imtihoni bor. U aytdiki, bugun yaxshilab tayyorlanmoqchi, yaxshilab tayyorlanishi kerak. Hozirgi tekstni paraphrase qilingan varianti, ya'ni xuddi o'sha ma'no, faqat ba'zi so'zlar tushib qolgan. O'sha tushib qolgan so'zlarni qo'shishingiz kerak. Mana misol uchun 已经9点多了，大卫还没什么什么什么, ya'ni haliyam nima qilmadi. Shuni qo'yasiz. 他还在教室 sinfxonada nima qilyapti? O'shani qo'yasiz. 明天有 ertaga nimadir bor. 明天有什么什么什么qo'yishingiz kerak. 他说今天要好好什么什么的. Videoni pauza qilib, to'g'ri javoblarni qo'yib chiqasiz o'zingiz. Harakat qiling hammasini to'ldirishga. O'sha tekstdan kelib chiqib berilgan, bu boshqa joydan olinmagan. O'sha tekstdagi so'zlarni qo'yib chiqsangiz bo'ladi. Men hozir javobni beraman. 已经9点多了, allaqachon soat 9 dan oshdi. Davey还没回来. David haliyam qaytib kelmadi. 他还在教室学习呢. U haliyam sinfxonada o'qiyapti. 明天有考试. Ertaga imtihoni bor.
他说今天要好好准备外题 bugun yaxshilab tayyorlanish kerak. Shu joyda tugadi bugungi mavzu. Yana takrorlashib olamiz, ya'ni hay. E'tibor bering, bu yoqda birinchi, uchinchi, to'rtinchi gap bugungi o'tilgan grammatika bo'yicha berilgan misollar. Mana misol uchun 下课了他还在看书呢. Dars tugadi, u haliyam kitob o'qiyapti. 下课了他还在看书呢. Ikkinchisi, 同学们昨天的考试还可以. Talabalar kechagi imtihoni yomon emas, yaxshi. 明天我还想去游泳. Ertaga men haliyam ishga bormoqchiman yoki yana borishni xohlayman. 你怎么还没睡觉呢? Sen nega haliyam uxlamading? 这件衣服还行, bu tayda. Bu kiyim yomon emas, unchalik katta ham emas. Hop, e'tibor bering, bu yoqda ikkinchi va 5-chi gaplarimiz bular HSK 1da o'tilgan grammatika, ya'ni o'sha holatda biron bir narsani holatini qoniqish bildirganingizda o'shandan qoniqib qabul qila oladigan darajada bo'lganida ishlatasiz. Misol uchun mana bu yoqda ikkinchi gapda 同学们昨天的考试还可以, ya'ni bu aytmoqchiki imtihon yomon emas, yaxshi bo'ldi. O'sha imtihondagi holatdan, imtihonni natijasidan yoki imtihondagi vaziyat hammasida qoniqarli bo'lgan, hech qanaqa yomon biron bir vaziyat bo'lmagan. Ya'ni o'shaning uchun yaxshi, yomon emas degan ma'noda 还可以 bo'ladi degan. 5-inchisi ham 这件衣服还行, bu kiyim 还行 bo'ladi, yomon emas, yaxshi degan ma'noda. Bu tayda, unchalik katta ham emas. Endi birinchisi 下课了他还在看书呢. Dars tugadi, u haliyam kitob o'qiyapti. Bu bugungi grammatika. 明天我还想去游泳. Ertaga men haliyam suzishga bormoqchiman yoki suzishga borishni xohlayman degan. 4-inchisi 你怎么还没睡觉呢? Sen nega haliyam uxlamading? Bu yoqda mana o'sha hayda har xil ma'noda kelgan misollar ko'rib yaxshilab yana tanib chiqsangiz bo'ladi. Bugunga shu joyda tugadi. Agar tushunmagan joyinglar bo'lsa, kommentariyada so'rasanglar bo'ladi. Menimcha lekin hayda unaqa qiyin joyi yo'q. O'sha e'tibor berasiz, gapda zaydan oldin keladi va fe'ldan oldin keladi ba'zida. O'sha haliyam davom etayotganligini bildiradi. Present continuousda keladi, hozirgi davomiy zamonda. Yoki agar sifatdan oldin keladigan bo'lsa, mana 可以 bo'ladi. 行 okey, yaxshi degani yoki 还不错 yomon emas, 还好 yaxshi, 还漂亮, 还可以, mana shunaqa ma'nolarda keladi. Ya'ni sifat bilan, sifatdan oldin kelib, o'shani holatini qabul qilsa bo'ladi, o'shandan qoniqish bildirganda ishlatiladi. Bugun o'tganimiz bu hozirgi davomiy zamonni hali tugallanmaganligini, haliyam o'sha biron bir vaziyat bo'layotganligini bildirganda ishlatiladi. Tushunmagan joylar bo'lsa, kommentariyada so'rasanglar, xudo xolisa javob berishga harakat qilaman. Rahmat hammaga.